Bugun 5 oyli mentorlik guruhining oxirgi darsi. Hozir o'quvchilardan taassurotlarni bilib olamiz. Sevara, nega aynan Apkon tanlagansiz? Apkoda ko'p eshitganman, sifatli ta'lim beriladi. Universitetda o'qisam ham kasbga yo'naltirish juda ham past, faqat nazariy bilimlar deb o'ylayman. Shuning uchun ham Apkon tanlaganman. Birinchisi ustozlari bilim darajasi, ikkinchisi darsdagi qulayliklar, atmosfera, uchinchisi olinadigan bilim. Xizmat opa, o'zi nima sohada bo'lgansiz? Nega aynan Apkoga keldingiz? Yo'nalishim moliya sohasi bo'lgan. Bankda ishlaganman bundan oldin. Ancha yil uyda o'tirib, uy bekasi bo'lib, malakani oshirish uchun Instagram tarmoqlarida kuzatib, Mahsum Ahrarnaga havas qilib, qiziqib, buxgalteriya qiziqqanim uchun kelganman. Nega buxgalteriya sohasini tanlagansiz? O'zi bizning oilamizda ko'plab buxgalter bo'lib ishlaydi. Tog'am, oyim buxgalteriyada o'zi znaniyam ko'p emas edi, lekin bor edi. Opam Apkoda o'qiganlar, opam kel deganlar shu yerga. Shuning uchun Apkon tanlab kelganman. Instagramda kuzatib borganman. Madina, Apkonni boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Albatta tavsiya qilaman, chunki bu yerda hammasini fundamentaldan oxirigacha ishlashga tayyor qilib olib kelib berishadi.